Vatandan kelgan uchurlar. Oliy maktablarni bitirayotgan Uyg'ur qizlar Xitoylar bilan to'y qilishga majbur qilinmoqda. 2021 yil 2 oyning 11 kuni Uyg'ur axborot markazi kelgan uchurda bildirilishicha, Sharqiy Turkistonda oliy maktablarni bitirgan yoki bitirish oldida turgan Uyg'ur qizlar Xitoylar bilan to'y qilishga majbur qilingan. Xitoy doiralari ularga xizmat ishlab, agar Xitoy bilan to'y qilsa, ularning va urug' tuqqanlarining lagerlarga bormaydiganligi va hukumatning himoyasida xotirjam yashaydiganligi haqida va'dalarni berdi ekan. Ba'zi qizlar vaziyatga beqib, o'zligidan Xitoyning mushkil siyosatiga aktiv moslashayotgan ahvollarmi bor ekan. Yerkan noyisi tavasida erlarning mutlaq ko'p qismining tutilganligi ma'lum. 2021 yil 2 oyning 6 kuni Uyg'ur axborot markazi kelgan uchurda bildirilishicha, Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar eng zich joylashgan yerlarning biri bo'lgan Yerkanda erlarning mutlaq ko'p qismi g'oyib bo'lganligi ma'lum. Ba'zi uylardagi Uyg'urlar buguni bo'lsa, atsi uy bo'yicha yo'qolib ketgan ahvollar bo'lib, ularning nima ketganligini hatto shu uylarga mas'ul Uyg'ur kadrlarmi bilmay qoldi ekan. Yerlik Uyg'ur kadrlarning yoki tuanga xizmat bilan tushgan Uyg'ur kadrlarning hatto saqchilardan ularning qayerligini surishtirish huquqimi bo'lmaydi ekan. Uyg'urlar oila a'zolarining izderikini qilishni talab qilmoqda. Anadolu agentligining 11 fevraldagi xabariga qaraganda, İstanbulda yashaydigan Uyg'urlar payshanba kuni Xitoyning bosh konsulxonasi atrofida namoyish o'tkazib, o'zlarining jazo lagerlariga qamalgan oila a'zolarining ahvolini bilishni talab qilgan. Akademiklar, savdogarlar va bolalardan tashkil topgan namoyishchilar Xitoyning Sharqiy Turkistonliklarga qarata yo'l qo'ygan yig'ilish lagerlari va jazo lagerlari siyosati sababidan necha yildan buyon oilasidagilar bilan aloqa qilolmaganligini shikoyat qilgan. Namoyishchilar yana dunyoni Xitoyning insoniyatga qarshi elib berayotgan bu jinoyatlarni to'xtatish uchun harakat qilishga chaqirgan. Xabarda deyilishicha, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosati xalqaro kechirim tashkiloti va kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti qatorliq huquq tashkilotlarining umumyuzlik tanqid qilishiga uchragan bo'lib, Turkiyadagi Uyg'urlar Turkiya hukumatini Uyg'urlarni qo'llashga va ularga yordam berishga chaqirib, Xitoyga qarshiligini ifodalab, kuchli harakat qo'zg'agan. Angliyadagi donliq xabarlar to'ri BBC Xitoyda cheklandi. Fox xabarlar to'rining 11 fevraldagi xabariga qaraganda, Angliya axborot agentligi Uyg'ur jazo lagerlarida yuz bergan qiynash va bosqinchilik jinoyati to'g'risida portlatqich xabar e'lon qilgandan keyin Xitoy hukumatı BBC xabarlarining Xitoyda tarqatilishini cheklagan. Bu qaror Angliya axborot nazoratchisi Xitoyning Yer shari televiziya to'rining Angliyada tarqatilish ijozatnomasi elib tashlangandan keyin chiqarilgan bo'lib, Xitoy hukumatı BBC xabarlarini Xitoyning manfaatiga ziyon solgan, millatlar ittifoqligiga buzg'unchilik qilgan deb ayblagan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, BBC Xitoy hukumatining bu qilmishidan qattiq umidsizlangan bo'lib, Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab Xitoyning bu qilmishining axborot erkinligi jihatda chekdan oshqanlik ekanligini o'tirib qo'ygan. Germaniya iqtisodiy manfaat uchun hargiz qayt yuz bermasin va'dasini qurbon qilamdi. Qahraton qishtori 15 fevral Germaniya iqtisodiy manfaat uchun hargiz qayt yuz bermasin va'dasini qurbon qilamdi nomli maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada dunyoning natsistlarning yahudlarga elib borgan cho'ng qirg'inchiligidan 75 yildan keyin Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa osonlik millatlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchilikqa shohid bo'layotganligi ko'rsatilgan. Maqolada deyilishicha, natsistlar davrida Yahudiy cho'ng qirg'inchiligidagi qul amgidan foydalangan ba'zi shirkatlarning Xitoy Kommunist partiyasining Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatidan foydalanib, majburiy emgakdan foyda olayotganligi ma'lum bo'lgan.
Maqolada yana Germaniya hukumati boshchiligidagi Yevropa ittifoqining Xitoy bilan mablag' solish kelishimi imzolaganligi ayblangan. Shundaqla Germaniya hukumatining cho'qim Yevropaga rahbarlik qilib, hargiz qayta yuz bermasin degan va'dasini amalga oshirib, Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga boshlamchi bo'lishi kerakligi o'tirib qo'yilgan. 2022 yilda qishliq tanharkat musobaqasini Xitoydan o'tkazish to'g'risidagi chaqiriqlar kuchaydi. Reuters agentligining 17 fevraldagi xabariga qaraganda, Xalqaro Olimpik komiteti va Kanada Olimpik komiteti Xitoyning Sharqiy Turkistonda elib berayotgan kishilik huquq dafsanchiligini yaqindan kuzatayotgan bo'lib, Xitoyda o'tkaziladigan 2022 yillik qishliq olimpik musobaqasini Xitoydan o'tkazish to'g'risidagi chaqiriqlar kun sari kuchaygan. Xabarda deyilishicha, Kanada Yeşillar partiyasining rahbari Annami Paul Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik elib berayotgan Xitoyning dunyodagi eng chong tanharkat musobaqasini o'tkazishga loyiq kelmaydiganligini o'tirib qo'ygan. Shundaqla Kanada hukumatini 2022 yillik qishliq tanharkat musobaqasining Xitoydan o'tkazish qarorini qo'llashga chaqirgan. Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligi javobsiz qolmaydi. Reuters agentligining 17 fevraldagi xabariga qaraganda, Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy Kommunistik partiyasining Sharqiy Turkistonda elib borgan kishilik huquq dafsanchiligining javobsiz qolmaydiganligini, uning badalini to'laydiganligini ogohlantirgan. Biden yana CNN televiziya kanalida ifoda bildirib, Xitoyning Sharqiy Turkiston rayonidagi oz sonli millatlarga qarata elib borgan kishilik huquq dafsanchiligining Xitoyga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadiganligini aytgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Biden prezidentlik vazifasini topshirib olgandan keyin tunji qatimliq axborot ziyoratida Xitoyning dunyo rahbari bo'lish xom-xayolining borligini va bu o'ringa erishish uchun boshqa davlatlarning ishonchiga erishishi kerakligini tilga olgan bo'lib, agar Xitoy kishilik huquqqa zid faoliyatlar bilan shug'ullansa, maqsadiga yetishning tasga to'xtaydiganligini ta'kidlagan. Xitoy Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning yiltizi. Xitoyning imperiyaviy o'tmishi Uyg'urlarning ustida davomlashmoqda. Sean Roberts. 2021 yil 10 fevral Amerikada chiqadigan Tashqi ishlar jurnalida e'lon qilingan. 1-oyning 19-kuni Amerika davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish harakatining irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatni tashkil qiladiganligini e'lon qildi. Pompeoning Amerika yangi hukumatidagi varisi Antonio Blinkenmo o'zining vazifaga tayinlash isbot anglash yig'inida bu xil belgilashga qo'shildiganligini aytdi. 21-asrda bo'libmi Amerika oilalaridagi iste'mol mahsulotlarining ko'p qismini ishlab chiqaradigan Xitoydagi bir davlatda irqiy qirg'inchilik elib berilyotidi degan bu qarash qarmoqqa ajoyib g'ayri anglanadi. Ammo bu atalg'uning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Xitoyning Uyg'urlarga qilgan vahshiyligi inkor qilg'il bo'lmaydigan bir haqiqatdir. Xitoyning g'arbidagi Sharq Turkiston rayonidagi 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlar keng ko'lamdagi jazo lagerlari, turmalar va boshqa jazo organlarida psixologik besim, qiyin qistoqqa duchor bo'lmoqda va BBC yaqinda xabar qilgandek sistemalik bosqinchilik uchirmoqda. Bu jazo organlarining sirtida Xitoy hukumati yana zamonaviy texnikalarni ishlatib, bu rayondagi yerli xalqni to'xtamay nazorat ostiga oldi. Ayollarni majbur tug'maslik operatsiyasi qildirdi. Bolalarni oilasidan tortib olib, yotoqliq maktablarga avatdi va necha yuz minglagan odamni Xitoyning har qaysi joylaridagi zavodlarda o'ltiraqlashgan emgak programmalari bo'yicha majbur ishlashga avatdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy davlati bu rayonning Uyg'ur alayligini yo'qitib, masjid va mozorlarni vayron qilyotdi. An'anaviy mahallalarni cheqib tashlab, Uyg'ur tilini bostiryotdi. Uyg'urlar Sharq Turkistondagi asosliq yerli xalq. Ularning mutlaq ko'p qismi musulmon bo'lib, o'zlarining turkiy tilida so'zlaydi va Xitoy davlatidagi ko'p sondagi Xitoy millati bilan o'xshamaydigan madaniyatni saqlab kelgan. Xitoy hukumatining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, Sharq Turkistonda 12 million Uyg'ur bor bo'lib, Xitoyning umumiy nufusi bo'lgan 1 milliard 400 million nufusga selishtirganda, xuddi ko'lchakdagi bir tomchi suvga to'g'ri keladi. Vaholanki, bu xalq Xitoy bexatarlik aparatlarining butun kuchini jalb qilgan bo'lib, ular bu millatni butunlay bo'ysundirishga bel bog'lagandek qiladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy qilmishlari faqat Xitoy davlatining Shi Jinping davrida borgan sari mustabid tarafga burilishini yoki Xitoy kompartiyasining ideyasini aks ettirmaydi.
balki Xitoylarning Uyg'urlarni bundaq bostirishi Beijing bilan u xili burli bo'ysundirgan, ammo davrimizdagi Xitoy davlatiga to'liq singib kirmagan yoki haqiqiy avtonomiyaga ega bo'la olmagan bir territoriya o'tirsidagi mustamlaka munosabatidan kelib chiqqan. Oldingi asrning 80-yillarida Beijing Uyg'urlar bilan tinchlikda birga yashaydigan holatga kelishi mumkin deb qiladi. Ammo Xitoy oxirida Sharq Turkistonning alohida bo'lgan kimligini bekor qilishga urinish yo'lini tanladi. Boshqalar Beijingning bu rayondagi siyosatni o'zgartirishni o'tiniganda, ular amaliyotda Xitoy hukumatidan o'zi tanlagan davlatga o'xshamaydigan bir davlatga aylanishni talab qilmoqda. Xitoycha alohidlikka ega mustamlikachilik. Xitoyning yaqinqi 4 yilda Uyg'ur xalqi qaratgan harakati bizga boshqa ko'chman mustamlikachi davlatlarning oldingi asrda elib borgan madaniyat qirg'inchiligini eslatadi. Uyg'urlarmi xuddi Amerika qit'asidagi va Avstraliyadagi yerli xalqlarga o'xshashla keng ko'lamli turmalarga va lagerlarga solash, yerlik madaniyat o'rnlari va belgilarning buzilishi, ko'chirilish, oilani ayirish va majbur assimilyatsiyaga duch keldi. Beijingning Sharq Turkistondagi yaqinqi siyosati uning Uyg'urlarning vatani ustida elib borgan uzun muddatlik va tadrijiy kuchaygan mustamlikachilik siyosatining eng yuqori pallasiga vakillik qiladi. Uyg'urlar o'z vatani deb qaraydigan va Xitoy tilida yangi chegara ma'nosini bildiradigan Sharq Turkiston 18-asrning o'rtalarida Qing sulolasi tarafidan bo'ysundirilib, 19-asrning oxirida bir o'lka sifatida Qing imperiyasiga qo'shib olingan. 1911-yili Qing sulolasi yimirilganda, Yangi Xitoy Jumhuriyati bu rayonga yiroq mustamlik sifatida varislik qilib, markaziy davlat kuchi bilan bo'lgan aloqasi nihoyat ojiz bo'lgan Xitoy amaldorlar orqali bu rayonga hukmronlik qildi. Xitoy Kompartiyasi 1949-yili bu rayonni o'tkazib oldi va rayonga bo'lgan kontrollikni texnik kuchaytirdi. Sovet uslubidagi etno-federalizm sistemasiga taqlid qilib, Beijing bu yerning nomini Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga o'zgartirdi. Sovet ittifoqida hokimiyat beshidagi kommunistik partiya Charusiya mustamlikachiliginin chekidan oshganligini to'nib yetdi va ilgirki mustamlika qilingan xalqlarga Sovet madaniyati va milliy Sovet jumhuriyatlari ichida hokimiyat yurgizishning oldingi safida turish fursati berdi. Hatto simvollik tariqada bo'lsa-mu, bu jumhuriyatlarga Sovet ittifoqining ayrilish huquqi berildi. Ammo Xitoy ichki Mongoliya, Tibet va Sharq Turkistondan iborat mustamlika orqali qo'lga keltirilgan rayonlarda azaldan Sovet ittifoqiga o'xshash yo'l tutmadi. Sovet ittifoqidagi avtonom jumhuriyatlarga o'xshamaydigini, Xitoyning atalmish milliy avtonom rayonlari hech bir haqiqiy avtonomiyaga ega emas edi. Ularning Xitoydan ayrilish nazariy huquqi yo'q bo'lib, faqat intayin oz sondagi yerlik millatlardan bo'lgan partiya a'zolari hukumatga biror amaliy huquqqa erishgan edi. Undan boshqa 1959-yilga borganda Xitoy Kommunistik partiyasi Sharq Turkistonni azaldan beri Xitoyning bir tarixiy qismi degan qarashni bozorga selib, bu xil qarashni ta bugunga qadar saqlab keldi va bu rayonning Xitoyning qo'liga kirishidagi mustamlikachilik xarakterini rad qildi. 1960-yilga kelganda atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni hukumatida avtonomiya yoki Uyg'urlar asosan yo'q deyarlik holiga tushib qoldi. Xitoy 1950-yillarning oxirida allaqachon yerlik milliy kadrlardan tuzilgan rayon rahbarligini yo'qotgan bo'lib, Xitoylarning bu rayonga ko'chishiga ilhom berib, nopus qurilmasining ko'rinarli o'zgarishiga qulaylik yaratdi. Natijada 1953-yili Xitoylar Sharq Turkiston nopusining faqat 6% ni tashkil qilgan bo'lsa, 1982-yilga kelganda ular 38% ga yetdi. Gerçi nopus jihatda bu xil cho'ng o'zgarish yuz bergan bo'lsa-mu, Uyg'ur ona yurti toki oldingi asrning 70-yillargacha Xitoy kommunistik hokimiyatining girvigida edi. Mutlaq ko'p qism Xitoy ko'chmanlar bu rayonning shimoliga kelib o'ltiraqlashgan bo'lib, janubdagi Qashqar, Xotan qatorliq Uyg'ur aholilar markazlaridan chetdagi rayonlarda turgan edi. Maozdongning turli ijtimoiy qurilish harakatlari xuddi Xitoyning boshqa rayonlariga o'xshashla bu rayonda elib berilgan bo'lsa-mu, ammo bu harakatlar Uyg'urlarni sodiq maochilarga aylantirishda intayin cheklik rol o'ynadi. Oldingi asrning 80-yillariga kelganda Sharq Turkiston madaniyat, til va tashqi qiyofat jihatda yanada Xitoyning boshqa joylaridan ro'shan farqlanadi. Bo'lib bu rayonning janubidagi Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan bo'stonliqlarda bu xil ahvol texmi ro'shan edi. Mustamliksizlashtirish kechiktirildi. 1976-yili Mao Zedong o'lgandan keyin Deng Xiaoping rahbarligida o'tirib chiqqan islohot davri Uyg'urlarga ko'plagan yaxshi va'dalarni berdi. Beijing Sharq Turkistonda vaqtliq mustamliksizlashtirish strategiyasini qo'llandi. Deng Xiaopingning yaqin sabdishi va 1982-yildan 87-yilgacha Xitoy Kompartiyasining bosh sekretarlik vazifasini o'tagan Hu Yobang Xitoyning boshqa joylari bilan bir qatorda Uyg'ur rayonidami liberallashtirish islohotiga yetakchilik qildi. U Sharq Turkistondagi nurg'un Xitoy ko'chmanlarini o'z yurtiga qaytishga chaqirdi va madaniyat, din, siyosiy jihatda misli ko'rilmagan islohot elib berishni tashabbus qildi. Hukumat ilgari taqalgan masjidlarning qayta echilishiga va yangi masjidlarning yasatishiga yo'l qo'ydi. Uyg'urcha nashriyatchilik va Uyg'ur adabiyot san'atida gullab yashnash borliq keldi.
Xuyobang hatto Xitoyning hokimiyat sistemasi ichida bu rayonning avtonomiyasini texmi kuchaytirishni tavsiya qilib, bu rayon rahbarlarining yerlik millatlardan tayinlanishini va yerlik davlat organlarida o'z madaniyati va tilini rivojlantirishga ruxsat qilinishini buyurdi. Asonliq millatlarni texmi ko'p o'z ichiga elish xohishi Xuyobangning demokratiyalashish va liberallashtirishdan iborat umumiy tasavvuriga mos keladi. Ammo Xuyobangning texmi ko'p avtonomiyaga ega Uyg'ur rayoniga va texmi demokratik holdagi Xitoyga bo'lgan orzusi hech qachon amalga oshmadi. Partiya ichidagi mutassiblar Xuyobangning liberal siyosatlari butun mamlakat miqyosida o'quvchilarning qo'zg'alishiga sabab bo'ldi deganni bahona qilib, 1987-yili uni partiyadan tozalab chiqardi. Ma'lum jihatdan aytganda, Xuyobangning vazifadan elib tashlanishiga qarshi turish sababidan o'tirg'i chiqqan 1989-yildagi Tiananmen maydonidagi keng ko'lamli o'quvchilar namoyishining Xitoy hukumati tomonidan bostirilishi siyosiy islohot davrining oxirlashganligidan darak berdi. Ammo Uyg'ur rayonining taqdirini haqiqiy pechatlagan voqea 1991-yildagi Sovet ittifoqining yimirilishi edi. Xitoy hukumati xato holda Sovet ittifoqidagi millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash harakatlarini Sovet ittifoqining parchalanishidagi harakatlantirgich kuch deb qaradi va Xitoyning buningga o'xshash taqdirga duchor bo'lmaslik kafolatlik qilish qaroriga keldi. Oldingi asrning 90-yillarida Xitoy kompartiyasi qarshilikning alomatlarini yo'qotishni maqsad qilgan nurg'un atalmish bo'lgunchilikka qarshi turish harakatlarini elib bordi. Xitoy davlati Uyg'urlarning taqvodorligini o'z taqdirini o'z belgilashga intilish bilan o'xshash o'rin qo'yib, diniy arboblarni bostirish nishoni qildi. Shundaqla yana nurg'unlagan dindan xoli san'atkorlar va yozuvchilarni qo'lga oldi. Bu xil qattiq bostirish harakatlari keng ko'lamda qo'lga olish, qiynash va o'ltirish qatorliq davlat zo'ravonliklarini o'lchishiga oldi. Anda-sanda yuz bergan qonliq to'qinishlarni hisobga olmaganda, bu rayonda na tashkillik Uyg'ur qurolliqlari harakati, na haqiqiy bo'lgunchilik tahdidi yo'q bo'lib, Sharq Turkistonning bundaq eg'ir bostirishga loyiq ekanligiga hech bir asos yo'q edi. O'ydirib chiqarilgan xiyoliy terrorizm. Amerikada yuz bergan 11-sentabr terrorlik hujumi va Amerika hukumatining shundan keyin yer shari miqyosidagi terrorizmga qarshi urushni e'lon qilishi Beijingga Uyg'urlarni bostirishni boshqacha usulda ramkaga elish fursati yaratib berdi. Xitoy hukumati o'z harakatining faqat eg'ir terrorlik tahdidiga qaytarilgan inkos ekanligini o'tirib qo'ydi. Xitoy xalqaroning Sharq Turkistondagi o'z siyosatiga bo'lgan tanqidni rad qilish uchun Uyg'ur qurolliqlarini ba'zi tashkiloti, ya'ni Al-Qoida bilan munosabati bor deb jakoladi. Shuning bilan Amerika Xitoyning bu aldam xaltasiga tushdi va 2002-yili yozda Amerika hukumati Afg'onistondagi bir kichik ilgari ism bilinmagan Uyg'ur guruhi bo'lgan Sharq Turkiston islom harakatining Al-Qoida bilan hamkorlashganligini o'tirib qo'ydi. Amerika hukumati o'z amaldorlari bir necha oy ilgari rad qilgan Xitoy doklatiga asoslanib bu tashkilotni terrorlik tashkiloti deb atadi. Amerika hukumati oxiri 2020-yil noyabrda Sharq Turkiston islom harakatini terrorlik tizimligidan chiqarib tashlab, bu tashkilotning 10 necha yildan buyon mavjud bo'lmaganligini e'tirof qildi. Ammo aslidagi bekitish allaqachon uzun muddatlik ziyon elib kelgan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishiga yo'l ochib bergan edi. Xitoy hukumati terrorizm qarshi turish bahonasida Uyg'ur vatanida o'qituvchilarni va diniy bostirishni kuchaytirdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumati necha milliard dollar mablag' selib, Sharq Turkistonda yangi ul aslaha va sanoat barpo qilish orqali mustamlik qilish nishonini texmi ilgari surdi va bu jarayonda texmi ko'p Xitoy ko'chmanlarini bu rayonga jalb qildi. Xitoy amaldorlari bir mezgil Uyg'ur sarxillarining hukumatning siyosatini qo'llashini talab qildi va shuning bilan bir vaqtda bostirishni taqvodor Uyg'urlarga markazlashtirdi. Ammo Beijing 2017-yildan boshlab texmi qattiq yo'l tutib, amaliyotda bu rayondagi butkul yerlik aholilarni terrorlik yoki bo'lgunchi qurolliq unsurlarga sherik deb gumon qildi. Xitoy siyosatining bu xil qattiq qilishiga tövandagidek bir qator omillar sabab bo'ldi. Buning biri Xitoyning Xi Jinping davrida kunsir mustabid hokimiyat yo'linishiga burilishi. Ikkinchisi bir belvog bir yo'l tashabbusi deb atalgan keng ko'lamlik aslaha va taraqqiyot programmasida Sharq Turkistonni muhim quruqliq porti qilib taraqqiy qildirishning ehtiyoji. Üçüncü amil Uyg'urlarning Xitoy davlatining siyosatiga qarshi turishi. To'rtinchi amil bo'lsa Xitoyning dunyoviy bir kuch bo'lish sifati bilan o'ziga bo'lgan ishonchisining eshishi va natijada xalqarodagi o'ziga qartilgan tanqidga kori bo'lmasligi. Buningdan boshqa yana nurg'un joylarda musulmonlarni mavjudlikqa tahdid sifatida olvasti qilib ko'rsatish uchun qulay bo'lgan terrorlik qarshi turish logikasini qabul qilinishimi buning bir sababidir. O'tganki 4 yilda Xitoy doiralari yerli xalqning 10dan 1dan ko'pragini turmaga va keng ko'lamli jazo lagerlariga soludi. Ular qolgan nopusni misli ko'rilmagan darajada nazorat ostiga olib, ularning yurish turishi, boshqalar bilan bo'lgan munosabatlari va aloqasini tekshirib, ularning sadoqatsizligini bildiradigan har qanday cheklik alomatlargacha kuzatib, biror sadoqatsizligi borligi kishilarni turmaga tashladi. Natijada sirtdagi jazolash apparatlari yerlik aholini o'zgartirish uchun loyihalangan davlat kompaniyasiga bo'ysunishga majbur bo'ldi.
Bu kompaniyalar majbur emgak programmasi, majbur Xitoy tilini o'rgatish, majbur tug'maslik operatsiyasi qildirish, Xitoylar bilan majbur to'y qildirish va yerlik madaniy yodikorliklarni vayron qilish yoki ularni sayohat so'rini qilib o'zgartirish, masalan Qashqar Koni shahrining qayta o'zgartirilishi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. 2018-yili Fransiya agentligi tarafidan tekshirilgan bir hukumat hujjatida Xitoy Kompartiyasining strategiyasi nihoyat aniq o'tirib qo'yilgan. Bu hujjatga asoslanganda bu siyosatlarning Uyg'urlarga qaratgan bosh nishoni ularning nasabini buzish, yildizni quritish, bog'lanishini yo'qotish va ularning kelib chiqishini vayron qilish ekan. Bu strategiya biror real bo'lgan yoki o'ylab chiqilgan terrorlik tahdidiga taqobil turishni maqsad qilmaydi. Aksicha, Beyjingning haqiqiy maqsadi madaniyat qirg'inchiligiga elib berishdan iborat. Xitoy hukumati bu territoriyaning Uyg'ur xarakterini yuyib tashlashni, Uyg'ur xalqining milliy birligini buzib tashlashni va ularning vatanini bir balvoq bir yo'l tashabbusining choqidagi bir shoda bo'lgan Xitoyning savdo markaziga aylantirishni maqsad qiladi. Xitoy Sharq Turkistonni Xitoy ko'p sonliqlar hukmronligidagi yana bir o'lkaga aylantirishni umid qiladi. Bu nishonni amalga oshirish yo'lida Xitoy hukumati Uyg'urlar va ularning madaniyat kimligini eng yaxshi hisoblaganda ortiqcha, eng nachar bo'lganda cho'qim yo'qotishga tegishli to'salg'u deb qaraydi. Ziyon bo'lib bo'ldi. Xitoy o'z musobasini oson o'zgartmaydi. Amerika prezidenti Jo Bayden hukumati ilgarki Amerika hukumatining yo'lini tutib, Xitoyning Sharq Turkistondagi yaqin harakatini qattiq tanqid qilishni davom qilishi mumkin. Amerika Kongressi Sharq Turkistondagi bostirish harakatiga qatnashgan Xitoy amaldorlari va shirkatlariga jazo yurgizadigan qonun ma'qulladi. Hamda bu rayonda majburiy emgak bilan yasalgan mahsulotlarni cheklash to'g'risida yangi qonun chiqarishni o'ylashyapti. İnsanparvarlik krizisining ko'lamini nazarda tutganda bundaq tadbirlarni elish zarur. Ammo bu tadbirlar agar faqat Xitoy bilan Amerika o'tirsidagi cho'ng davlatlar raqobatining lozungi taxtisida ko'rinib qolsa, Beyjingga kerakli besim elib kelolmaydi. Xuddi Xitoy allaqachon BDT kishilik huquq kengashida 2020-yili 45 a'zo davlatning Xitoyning Sharq Turkistondagi harakatini qo'daydigan xatga imzo qo'yishni qo'lga keltirish orqali namoyon qilganidek, nurg'un davlatlar bu xil talash-tartishda Beyjing tarafda turishni xohlaydi. Beyjingning siyosatini o'zgartirishda cho'qim xalqaroning keng qo'llashini qo'lga keltirish va sijil iqtisodiy besim qo'llanish kerak. Hammadan muhimi shuki, tashqi besimning roli cheklik bo'ladi. Haqiqiy o'zgarish faqat Xitoy Kompartiyasining ichidan keladi. Unumli xalqaroliq besim Xitoydagi muhim qaror chiqaruvchilarni hokimiyatning Uyg'urlarga tutgan muomalasining zo'r iqtisodiy va yuz obro'y jihatdagi masalalarni keltirib chiqardiganligiga qoyil qilishni maqsad qiladi. Kelgusida Xitoy Kompartiyasining siyosatida o'zgarish bo'lgan taqdirdami, Uyg'ur xalqiga bo'lgan ziyonni to'lash va ular bilan Xitoy davlati o'tirsidagi ishonchni asli keltirish tasga to'xtaydi. Shi Jinpingni o'z ichiga olgan yuqori darajalik amaldorlar, bo'libmi o'tgan 4 yilda sodir qilingan vahshiylikning mas'uliyatini o'z ustiga olish kerak. Undan boshqa Xitoy uchun yanada cho'ng bir sinoq bor. U bo'lsa-mu Qing sulolasidan miros qolgan milliy ko'p xillikni qandoq bartaraf qilish vazifasidan iborat. Beyjing boshqa davlatlardan o'rnak olish kerak. Jumladan Janubiy Amerika va Skandinaviyadagi yerli xalqlarga qisman bo'lsa-mu cheklik egilik huquqi bergan davlatlardan o'rganish kerak. Xitoy hukumatining o'zi 1980-yillari mushundaq yo'l tutishni o'ylashgan edi. Ammo Xitoy hukumatining hozirgi qilgan atganlari Uyg'urlarni o'z haq-huquqlariga ega holatda qabul qiladigan texnik keng qo'rsoq bo'lgan bir Xitoy davlatining borliq kelishidan bizga hech bir darak bermaydi. Bundaq bir davlatning borliq kelishi hozirgi Xitoy davlatining xarakterida tub o'zgarishlarning yuz berishini talab qiladi. Buning aksicha, Xitoy hukumati Uyg'ur xalqi va ularning madaniyatini yo'qotishni oxirgi nishon qilgan, zulmat bilan oxirlashadigan bir planga qat'iy bel bog'lagandek qiladi. Abdur haqida Uyg'urlarga qarshi urush degan kitobning avtori Sean Roberts, Amerika George Washington Universiteti Eliot Xalqaro ishlar institutining xalqaro ishlar amaliyoti dosenati va xalqaro taraqqiyot tadqiqot programmasining mudiri. Sean Roberts uzundan beri Uyg'urlarni tadqiq qilayotgan bo'lib, oldingi asrning 90-yillarda O'rta Osiyo va Xitoydagi Uyg'urlar orasida etnografiyalik tekshirish xizmati olib berib, har qaysi ilmiy jurnallar va kitoblarda ko'plagan maqolalarni e'lon qilgan. Bu jarayonda Sean Robertsning 1996-yili Qozog'istondagi Uyg'urlarni ziyorat qilib ishlagan Uyg'uristonni kutish degan hujjatli filmi bor. Uning Uyg'urlarga qarshi urush degan kitobi 2020-yili 9-oyda Amerikada Princeton Universiteti nashriyat tarafidan va Yevropada Angliyadagi Manchester Universiteti nashriyat tarafidan birla vaqtda nashr qilindi. Sean Robertsning Uyg'urlarga qarshi urush nomli bu kitobi Uyg'urlarning beshiga tarixdan buyangi eng dahshatli fojia tushgan bir davrda intayin dal vaqtida nashr qilingan nihoyat muhim bir asardir. Bu kitob xalqaro jamiyatning 2 dunyo urushida Yahudlarning millat sifatida tutqun qilinib, qirg'in qilinishidan keyingi ikkinchi qatimli qirg'inchilik bo'lgan Uyg'urlar ustiga tushgan bu dahshat va balo qazoning tarixi sababini tubdan oydinlashtirib olishida va bu orqali Uyg'ur masalasini tubdan hal qilish uchun haqiqiy bir yo'l tepishida intayin muhim asar hisoblanadi.
Bu kitap yana biz Uyg'urlarning ko'ngil qo'yib o'qib chiqishimizga va fikr yurgizishimizga arziydigan bo'lib, atalmış terror tahdidi haqidagi o'z ichimizda bor bo'lgan mujmal va oydinlashtirilmagan nuqtalar haqida obyektiv tushunchaga ega bo'lishimizdami muhim rol o'ynaydi. Uyg'ur Project Fondi Uyg'urlarga qarshi urush nomli bu kitobni tarjimaga uyushtirish uchun Princeton Universiteti nashriyotining tasdiqini olib, boshqa qonun rasmiyatlarini o'tagan bo'lib, navbatda asar Uyg'urchaga tarjima qilinyapti. Uyg'urluq insonlikdir. Milliy davlat qurilmasi bilan fuqarolik huquq orasidagi ziddiyat yer sharilishish qadamining tezlashishi bilan o'tkirlashishga boshladi. Fuqarolik huquqi bor, ammo milliy davlatning qurg'uvchilarining nasldan bo'lmagan Uyg'urlar har qaysi milliy davlatlarda ochiq oshkor bo'lmasimi, siyosiy manfaatlar uchun Xitoy davlatiga setilishi davomlashmoqda. Muajiratdagi Uyg'urlar orasidagi ansirashlar, gangrashlar davomlashmoqda. Özümüzni minglarcha xo'rlangan natsist jazo lagerlarida qirilgan yahudilarga yoki to'pon balasiga sabab bo'lgan Nuhning qavmiga o'xshatib, har tarafdan bu qismatlarga giriftor bo'lishimizning sabablarini o'z tushunchimiz doirasida tahlil qilib, bo'ynimizni qisib yuribdimiz. Uyg'ur musulmon deganda musulmonlar sassa, turk desa turk sassa. Uyg'ur zodi kim? Biz zodi kim degan iztirobli savollar har tarafda agib yuribdi. Javob birla. Uyg'ur demak, oldi bilan inson demakdir. Bizga madaniy tariximizning 5000 yoki 7000 yil ekanligini dalillaydigan isbotlarni qezib chiqib, Uyg'urni insonlarning esil zodisi deb zo'riqishning mo keragi yo'q. Soda yo'llarini ichib, har davrda shu davrning ilm ma'rifatlarini Uyg'urning qadimi tekkanliyada yuksaltirib, çölni bostan qilib yashab kelgan real hayotimizning o'zi bizning jaholatni, bekinmachilikni har doim mag'lub qilib, boshqa insonlarni suyib va suyundirib yashab kelgan bir xalq ekanligimizning dalili. Uyg'ur demak, inson demakdir. Millatimizning tarixi qanchalik uzun va millatimizning nomi qanchalik ulug' bo'lishidan qat'iy nazar, hozirgi ishimiz tariximiz uchun emas, hozirgi mavjudligimiz uchun kurash qilish. Xitoylar har qancha qilsa-mo yiltizi cho'nqur, necha ming yillik tarix bilan tutishib turgan g'urur iftixorimizni yo'qotib olmaydi. Xitoy davlati nima uchun Uyg'urlarni yo'qotmoqchi bo'layotdi? Musulmon bo'lganligimiz uchunmi? Mo'ng'ullar, Tibetlar musulmon emas-ku. Ular Xitoyning nishoni bo'layotdi-ku. Dinga ishonganlarni yo'qotamdi. Siyosiy erkinlik talab qilayotgan Hong Kongliklar dinga e'tiqod qilish, qilmasligidan qat'iy nazar ularni bostirilayotdi. Xitoy hokimiyati zodi nimani o'ziga dushman ko'rdi? Kimlarni yo'qotmoqchi? Javobi aniq. Ular haqiqiy insonlikni, erkinlikni yo'qotmoqchi. Biz Uyg'urlar dal shu insonlikning, erkinlikning eng voz kechmas jangchilari bo'lg'achqa bizni yo'qotmoqchi. Uyg'urlar insoniyatning eng esil qimmat qarashlariga vakillik qilg'achqa Xitoyning eng ashaddiy dushmani bo'lib qolgan. Bunun aksincha 2000 yillik Xitoy madaniyatining turiki bo'lgan Kongzining ta'limoti bo'yicha Xitoy ziyolilari hozirmi bir qismi huquq tutsa, qolgan qismi huquqlarga g'olchi bo'lib, o'z xalqini jaholatda, nodonlikda tutib turishni davomlashtirmoqda. Xitoy hozir butun kuchi bilan Xitoy an'anasiga qaytishni jar selyapti. Xitoy bu orqali 2000 yildan buyon davomlashtirib kelgan hozirgi zamondagi erkinlik ideyasiga tubdan qarshi bo'lgan, tub insonlik asoslardan yiroq bo'lgan bir yo'nalishga qarab maqmoqda va o'z ideyasini bozorga solmoqda. Xitoy davlatining va uning ziyoli g'alchilarining ko'z qarashi bo'yicha bo'lganda, boshqa barliq insonlar o'rtaq qabul qilgan, barobar yashashni maqsad qilgan insonlik yeshmisi xato bo'lib, bu xil ideyada insonlikni tushunish va tushuntirish qabul qilg'usiz bir yo'l bo'ladi ekan. Shunga Xitoy hukmronlarining va ziyoli g'alchilarining nazarida Xitoy davlatida kuchli davlat apparati ostida hukmdor va qul munosabatida yashashni qabul qilish haqiqiy insonlik o'lchami bo'ladi ekan. Shu sababdan Xitoyning nazarida mayli o'z chegarasi ichidagi bo'lsin va yoki boshqa davlatlarda bo'lsin, o'zining insonlik tushunchasiga o'xshamaydigan ideyalardagi xalqning hammasi dushman kuchlar bo'lib, uni yo'q qilish dal Xitoy hokimiyatining maqsadi bo'lgan. Afsuslanarligi, necha ming yildan beri qulluq ideyasida kallasi yuyilgan Xitoy xalqi bo'lsa,
faqat moddiy hayot uchunla o'z mavjudligining davomlashishini insonlik deb tushunib, uningdan ortig'ini talab qilguvchilarning jazolanishi va yo'qotilishining to'g'riligiga ishonib kelyotidi. Xitoy chegarasi ichida bo'lsin va yoki erkin dunyoda yashayotgan Xitoy nasldan bo'lgan xalqning Uyg'urlar uchrayotgan qirg'inchilikqa o'qiyotgan madiyasi dal buning isbotidir. Biz Uyg'urlar shuni iftixorlik bilan jakarlaymizki, biz musulmon bo'lib qolg'achqa yoki turk bo'lib qolg'achqila emas, dal insoniyatning eng voz kecholmas qimmat qarashlariga vakillik qilganligimiz uchun Xitoyning eng o'sh dushmani bo'lib, eng oldida yo'qotilyapmiz. Biz G'arbiy Turkistondagi qarindoshlarimizning yo'qolib ketmasligi uchun ularga yalmavuz ortilib o'talmaydigan tom bo'lib beryapmiz. Biz Xitoyning pullari oldida yumshab ketayotgan turk davlatiga ajdodlarimiz mangu tashlarga o'yib qoldirgan mangulik haqiqatni, ya'ni Xitoy hokimiyatining yovuz niyatining aslo o'zgarib qolmaydiganligini millionlagan Uyg'urning qini badaliga isbotlab beryapmiz. Biz insoniyatga baloyi ofat elib kelayotgan qorong'ulik ichidagi razil kuchlarni aniq ko'rsatib berish uchun mash'al bo'lib yenib kuyayapmiz. Biz nima uchun Xitoy xalqidek yashashni qabul qilib, mavjudligimizni saqlab qolmaymiz? Biz uni qila olmaymiz. Chunki insonlik bizning mavjud bo'lishimizdagi bir tub shart. Biz Uyg'urlar yo'qotilishdan qo'rqib, insonlikdan tanmaymiz. Insonlik Uyg'ur bo'lib yashashning oxirgi cheki. Uyg'ur bo'lib yashash biz uchun inson bo'lib yashashning sharti. Biz Xitoy turmalariga, jazo lagerlariga solinib o'ltirilsakmi Uyg'ur. Bizning tirikimizmi Uyg'ur, o'likimizmi Uyg'ur. Qapazga solangan kaptar bo'lsaqmi, yanada bo'ysunmay o'ladigan yovi kaptar. Biz hech kimdan hech qanday ortiq narsani talab qilganimiz yo'q. Dunyodagi boshqa insonlar bahramand bo'layotgan o'zimizga tava insoniy huquqimizni va egilik huquqimizni talab qilib cho'qan selyapmiz. Bizning tirik yashabmi, tug'ilib o'sgan yurtlarimizga qaytolmasligimiz, ota-onalarimiz, urug' tuqqanlarimiz bilan ko'risholmasligimiz, hatto nadiligini bilish huquqimizning tortib olinishi insonlikqa qilingan zo'r haqorat. Bizning kurashlarimiz yolg'iz Uyg'urning ko'rishi emas, balki insoniyatning ko'rishidir. Uyg'urlik insonlikdir.